To'xtang. Bugun biz juda bir negativ kontent tayyorlamaganmiz. To'yimizga oz emas, ko'p emas 800 ga yaqin odam qatnashdi. To'y yaqinlashgan sayin qilinadigan xarajatlar oshib boryapti. Vashcha katta to'y qilishgan, o'sha o'rtog'im kreditga qilgan. Ular 6 oy yashab ajrashib ketgan, keyin kredit to'lab yurishdi hali ham. Kim aybdor? Ota-onani o'zi aybdor birinchi. Vaholanki farzandni o'zi ham aybdor. Menga farqi yo'q edi, chunki yaxshi ko'rganimga yerga teg'adim. O'g'limizni bir marta to'ylanadi deb yaxshigina rasxod qilishgan. Ming oila baxtli bo'lgan bilan halovat bo'lmasa, u baxtni odam his qila olmas ekan. Kim biladi, agar biz ham shunaqangi bir katta dabdaba kerak bo'lsa, qarz havola qilib bir nimalar qilganimiz hali ham to'lab yurgan bo'larmidik. Keling sizga o'zbek to'ylari haqida 5 ta faktni aytib beraman. Gaplarim asosli bo'ladigan bo'lsa, har doimgidek bitta like sizdan. To'y uchun bir umr ter to'kib ishlab, uning hammasini bir kunlik dabdabaga sarflashmasa hisob emas. To'yga deb qarz olib, bir oydan keyin uni to'lash uchun kuyov kelinni qoldirib, xorijga pul ishlashga ketmasa, odamlar to'y qilgandek bo'lmaydi. Qo'shnisining to'yidan ham dabdabali bazm uyushtirilmasa, u to'y emas. 500 kishining qornini to'ydirib, dasturxonda ham taomlarni oshig'i bilan sochishmasa, o'zbekcha to'y hisoblanmaydi. 10 ta qora mashina uzoqdan saf tortib kelayotgan bo'lsa, bilingki, qo'shningiz mamarayim uylanyapti. Bussin' out the clip, niggas dropping left and right, just like Cindy got the drips. She don't ever touch them, but she knock them like they bricks. Shawty flush them down the toilet, yeah, she really with the shits. She not into working shifts, yeah, she really doesn't fit. Like her name was Jaden Smith, get the whiff, hop up in the whip, oh, get the bricks, hop back in the whip, oh, make it flip. Ko'rsatuvning bugungi mavzusini qanday boyitish haqida ko'p o'yladik. Ekspertlar izladik, mutaxassislar topishga harakat qildik, ammo savollarimizga javobni insonlarning o'zi ham berib turibdi. Dabdabali to'ylar, undan aziyat chekib qarz to'lab yurganlar yoki aksincha 20-30 million sarflab, ixcham to'y qilib qolgan pulga sayohat va mashina sotib olishni afzal ko'rganlar ham topildi. Demak, asosiy qahramonlar va bosh spikerlar o'rnida bugun yurtdoshlarimiz bo'lishadi. To'y bir kunda o'tib ketadigan azaliy qadriyat. Ammo bugungi kunda mana shu tarixiy voqelikni pul ustida qurayotganlar, qurbi yetsa yetmasa hashamat bilan o'tkazayotganlar ko'plab topiladi. Undan keyingi jabrni kim tortyapti? To'yga kelib maza qilib ketganlar-ku bu haqida umuman o'ylashmaydi. 4-5 so'm so'rab borsangiz, "Ma do'stim, bu pul senga" deb aytguvchilar juda kam topiladi. Bugungi hikoyamizning qahramonlaridan biri ham Qashqadaryodan. Bilasiz, bu viloyatda to'y qatnashchilari 800 kishiga yetmasa, tantanani ular tug'ilgan kunga yo'yishadi. Mana shu yozilmagan majburiyat ham ko'pchilik yoshlarni dabdabali to'y qilishga, qarzga botishga yoki katta foizda kredit olishga undab qo'yadi. Xudoyor o'rtog'imni Xudoyor sen 35-40 million atrofida kredit olganman bankdan to'y uchun. 15 million ishxonadan oldindan oyligimni olib qo'yganman. Oshna og'aynidan bir 10-15 million qarz ko'targanman. Endi Toshkentda yuribmiz, 5-6 yildan beri Toshkentda tanishlar bor, ular mehmonga borish kerak. Ularni bir yaxshi kutib olish, yaxshi mehmon qilish uchun ham bir xarajatimiz sal ko'payib ketgan. To'y yaqinlashgan sayin qilinadigan xarajatlar oshib boryapti. O'zi meni planim bo'yicha o'sha 35 million kreditim bilan to'yni o'tkazish niyat bor edi. Lekin to'y hali boshlanishiga 1 oy bor, o'sha u pul tugadi. Bordi keldi, qudanikiga tovoq yubordi. Shunaqa bir ayollarni rasm-rusum uchun. Keyin aytganimdek qo'shimcha xarajatlarni oldik. To'yimizga oz emas, ko'p emas 800 ga yaqin odam qatnashdi. Kreditimdan Xo'p, mart oyida to'yim bo'lgan bo'lsa, o'sha yilni dekabr oyida hamma qarzlarimdan qutulib Yilsga chiqqanman. Lekin mana shu 9 oy hayotimdagi eng sinovli va eng esda qolarli oylar bo'lgan. Bilasizmi, bugun hamma qatori o'rtacha to'y qilaman degan insonning ham xarajati taxminan 60-70 million so'mdan boshlanib qoladi. An'anaviy to'ylarda esa rasm-rusumlar to'y boshlanmasdan start oladi.
sovchilik, fotiha to'yi, nahorgi osh, hamma narsa hal bo'lgan paytda kimlarningdir Marry Me Love Story qilgisi keladi. Undan keyin to'y bazmi, rasmiy nikoh, kelin salom, kelin navkar, sep yoydi, quda chaqirdi, xullas hammasi boshlanib, anchagina xarajatni tashkil etadi. Nechta qo'y oldingiz? Bitta qo'z olgan. Ovozingizni o'chiring. Ha, 10 ta qo'y nima bo'ladi? Dushmanlarim alamidan kuyib o'tsin deyman-da. O'zi bu rasm-rusumlar nima uchun kerak desangiz, javob ham bera olmay qolishadi. Ammo mana shu marosimlar kelin-kuyov uchun emas, balki ota-onalarning orzu-havasi uchun qilinganini hamma biladi. To'ydan keyin esa xarajatlarga kuyovning o'zi balogardon bo'lishi hech gap emas. To'g'risini aytsam, men dabdabali to'y o'tkazishni xohlamaganman, chunki biz yosh oilamiz, turmush o'rtog'im ham, men ham kichik do'stlarni yig'gan holatda bir mo'jaz to'y qilishni istaganmiz, lekin kattalarning xohishi bilan, ya'ni elga to'y berishimiz kerak, odamlarning to'yini yeganmiz, biz ham ularga javob qaytarishimiz kerak degan bir xulosalari sababli biz murosiga kela olmaganmiz va kattalar nima desa shu degan maqsadda mana shunday katta dabdabali to'y o'tkazishga majbur bo'lganmiz. San'atkorlarning o'zi $2000, sahna bezaklari, to'yxona xarajatlari, dasturxon uchun ketgan narsalar, video syomkalar uchun $500-600 bu menimcha bir to'y uchun qimmatlik qiladi aslida. Bilasizmi, bitta to'yning puliga nimalar qilish mumkin? Oldin xarajatlarni hisoblab chiqamiz. Sovchilikdan boshlab to'ygacha bo'lgan sarflarning o'zi ham taxminan $1000 ga borib qoladi. Undan so'ng esa kelin-kuyov Marry Me yoki Love Story o'tkazgisi keladi. Hattoki tanishganiga 10 kun bo'lgan bo'lsa ham. Buning ham xarajati taxminan $500 dan oshib qoladi. Syomka, dekoratsiya, montaj, stol-stul, xullas hammasi. Undan keyin esa to'y boshlanadi. Dugonajon tug'ilgan. Baxtli bo'l, tabriklayman. Yuzingdan Kortej uchun $300, video operatorlarga esa boshlang'ich $400, san'atkorlarga ham kamida $400 dan ko'proq bermasangiz sahnaga chiqmaydi. Ikkita birrovchi xonanda ham 1 soat qo'shiq aytib, yo'q deganda 500 yoki $1000 ni cho'ntagingizdan olib ketadi. Boshlovchi ham $100 dan kamiga to'yga chiqmaydi hozir. To'yxona gaplashasiz, o'rtacha 200 kishilik to'y uchun siz kishi boshiga 300-400 ming so'mdan to'lashingiz kerak. Bu ham taxminan $6000 dan oshadi. Xullas shuning o'zi $10,000 dan ham ko'payib qoldi. Bu yerda karnay-surnaychilarsiz xohlagan palon pulga chiqadigan birrovchilar hali qo'shilgani yo'q. Sarpovlar, to'ydan keyingi rasm-rusumlarni hisoblasam, o'zimning ham o'ylangim kelmay qoladi to'g'risi. Lekin hech narsadan qo'rqmay, qarzga botib bo'lsa ham to'yini dabdabali o'tkazadigan oilalar respublikamiz aholisining taxminan 70-80% ni tashkil etadi. Men ismim Jahongir Rashidov, 12 yildan beri video media sohasidaman. Orzu havas qilaman deb, kimgadir havas qilib yoki kimnidir orqasidan ergashib shunaqa dabdabali to'y qilishadi. Odatda nafaqat videochilardan, balki san'atkorlardan, balki karnay-sunnaychilardan, balki kortejchilardan qarzdor bo'lib qolishadi. Videochilarning bitta umidi bor, to'yi menda turibdi-ku zapsi. Baribir bir kun kelib olib ketadi-yu. Pulimni ola olmayman deb shu umidda yashaydi. Bir kun to'y tugadi, videochilar har doimgidek kuyovning uyiga boradi. Ichkarigacha kirgizib, duo qilib tugatib chiqadi. Biz ham bordik, syomkani tugatdik. Kuyovni oldida karnay-surnaychi, mashinachi, biza turibmiz-da. Hayron bo'ldim. Odatda karnay-surnaychi bilan videochilar to'yxonada yoki obedda pul olishadi-da. Chunki karnay-sunnay bitirib oldik. Kuyov bolani puli qolmagan, ko'zimizdan oldida shunaqa holat bo'ldi. Kimgadir ayolini tillalarini berdi, kimgadir onasi nimadirni berdi. Bizga aniq esimda, shu paytda iPhone yangi chiqqan model edi. Bizga iPhone berib, 3-4 kunda pulni berib, telefonni olib ketaman deb telefonini berdi. Oradan vaqt o'tdi, hech kim kelgani-yu, na to'y so'rashdi, na telefonni so'rashdi. Bugun o'ziga to'q oilalar dang'illama to'y qilib, uni ijtimoiy tarmoqlarda ko'z-ko'z qilayotgani, boshqalarning bunga imkoni bo'lmasa-da, ko'p xarajat qilib to'y qilishga chiranayotgani bu haqiqat. To'ylarni ixchamlashtirish, ortiqcha dabdababozlikning oldini olish davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, me'yorlar ham belgilab berilgan edi. Biroq keyingi paytlarda o'tkazilayotgan to'ylarda bu tartibga amal qilinmayapti. Bunga sababchi bo'lgan kimlar? Katta daromad oluvchi, katta lavozimda ishlovchi, bular shularga eng asosiy sababchilardir. O'sha odam ham o'sha mahallada yashaydi. O'rta xol ham o'sha mahallada yashaydi va kambag'al oila ham o'sha yerda yashaydi. Ularni farzandlari o'ksimasin uchun
o'sha kambag'al o'ziga o'rta xolam birovdan qarz bo'lib olsa ham o'sha o'g'li o'rtog'ini oldida ertaga endi biz bu bolani qo'llaymiz uyalib qolmasligi uchun shu narsalarga sabab bo'lyapti. Dabali to'y bo'lishni o'zingiz xohlaganmisiz? Menga farqi yo'q edi, chunki yaxshi ko'rganimga yerga tegayotgandim. O'g'limizni bir marta to'ylanib, yaxshigina rasxod qilishgan. Biz ham mana o'zi bitta qizman, shu uchun bir marta qiz uzatiladi deb yaxshi qilib berishgan o'sha ham. Bundoq o'ylab qarasa, to'ydan keyin уже жалко deb o'ylaydi odam. Siz qanaqa narsa o'ylaysizmi to'yingizdan keyin? Yo, baribir bo'lmadim, chunki xarajat boshqa kishi qilgan-ku. Xarajatni man qilmaganman-da. O'ylamadingizmi baribir? Ya'ni bugungi kunda baribir ixcham qilish kerak degan fikrda qoldingizmi qolmadi? Da, pulni keyin zapaskaga olib boshqa narsaga ishlatsa bo'ladi. Birovlarni yedirib ichirishga emas, o'zini bolasiga sarflagan ham yaxshiroq. To'y iloji boricha kichkinaroq o'tkazishga harakat qilardik. Keyin qolgan puliga sayohat qilib shunaqa rejalashtiraman. Qachon, nima sababdan bunaqa qarordasiz hozir? Endi hozir hammaga osh qilish shart emas-ku. To'y o'zimizniki, o'zimiz qanaqa xohlasak shunaqa qilsak bo'ladi. Masalan, o'zingiz o'sha yon atrofingizda kuza ko'rganmisiz? Qarz olib to'y qilganlar. Qanaqa bo'lgan? Vashcha katta to'y qilishgan, o'sha o'rtog'im kreditga qilgan. Ular 6 oy yashab ajrashib ketgan, keyin kredit to'lab yurishdi hali ham. Kim to'lab yuribdi hozir shunda? Kuyovam, kelinim. Kortej qilasizmi? Yo'q, kortej qilinadi. Unaqa ko'p uzun emas, 2-3 ta mashina yetsa kerak. O'zi nima uchun qilinadi shu? Menimcha uncha bilmamligini. Hali uylanib ko'rmaganmiz endi-da. Xarajat qanaqa bo'lgan? Xarajat o'ziga yarasha normalniy bo'lgan, ketgan. Yazan bo'lganmiz? Yaxshi. Yo'q, qarz bo'lmaganman lekin. O'zim o'ylashim bo'yicha hozir endi o'sha o'tib ketgandan keyin qisqartirilishi kerak deb o'ylayman. Isrofgarchilik kamroq bo'ladi, isrof bo'lmaydi. O'zbekistonda to'y nafaqat madaniy hodisa, balki ulkan iqtisodiy jarayondir. Har yili minglab to'ylar o'tkaziladi va ularning har biri katta miqdorda mablag' aylanishiga sabab bo'ladi. To'yga tayyorgarlik boshlanishi bilanoq bozorlar jonlanadi. Oziq-ovqat mahsulotlari sarpo, mebel va maishiy texnika savdosi keskin oshadi. Bundan keyin esa to'y industriyasining boshqa ishtirokchilari safga qo'shiladi. Restoranlar band bo'ladi, oshpazlar va ofitsiantlar jamoasi ishga kirishadi. To'y tashkilotchilari, san'atkorlar, operatorlar, boshlovchilar, dekoratorlar, orkestr va raqqosalarning barchasi bir maromda harakat qiladi. Shuningdek, karnay-surnaychilar, to'yxona tayyorlaydigan farroshlardan tortib, kelin-kuyovni olib keluvchi kortej xizmatlari ham bu zanjirni faol davom ettiradi. Shuningdek, go'zallik salonlari, stilistlar, gulchilar, libos tikuvchi dizaynerlar, catering xizmati, hatto mehmonlarni kutib oluvchi modellar, bularning barchasi to'y bozorining ajralmas qismi hisoblanadi. Tasavvur qiling, bu sohaga qancha mablag' sarflanadi. Samarqandga havoda to'yga borsanglar, to'yxonada ana elektr simlardan xushyor bo'linglar. Mabodo to'y qursa hech kim qutqarmaydi sizlarni. Siz qaltirayapsiz, ana doirachka bo'lar. O, zo'r o'ynagan. Demak, biz hozir aynan to'yxonalardagi narxlar, u yerdagi sharoitlar bilan ham tanishishga harakat qilamiz. Ya'ni bugun yurtdoshlarimiz qanday tartibda to'y o'tkazishyapti yoki restoranlarning o'zi qanaqa takliflarni beryapti. Hozir birinchi qo'ng'iroq qiladigan joyim aynan Toshkent shahridagi eng nufuzli restoranlardan, ya'ni to'yxonalardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? To'yxonaga tushdim, xizmatlar bo'yicha narxlarni bilmoqchi edim, agar imkoni bo'lsa. 800 ming odam bor sizga. Necha kishilik joylar bor? 250 dan 500 gacha yo'qki. Eng arzoni 800 mingmi? Ha, arzoni 800. Bizlar chunki 150 kishiga mo'ljallayapmiz-da. 150 kishiligim bor. U ham 800 mingdan bir tun asoschi. Rahmat kattakon. Endi esa biz hozir san'atkorlarga chiqib ko'ramiz, chunki birrovchi san'atkorlar ham Toshkent shahrida va umuman viloyatlarda juda ham qimmat narxda yurishadi, lekin ko'pchiligi aynan qimmat narxga chaqirganingiz bilan fonogramma ijro etadi. Hozir san'atkorlarga ham chiqib ko'ramiz. Biz hozir Hamdam Sobirovning adminiga chiqyapmiz. Assalomu alaykum. Buxoroda to'yimiz bordi, shunga chaqirmoqchi edik, agar imkon bo'lsa. Birrovga borish necha pul bo'ladi? 10 ming dollar vaqti beradi. 40 minutdan 1 soatgacha xizmat beradi. 40 minutdan 1 soatgacha 10 ming dollar Buxoroga birrovga. Da. U fonogramma bo'ladimi, jonli bo'ladimi?
Jonli bo'ladigan 25 ming dollar bo'ladi. Toshkent shahrida bo'lsa-chi? To'y bo'ladigan 1,5 ming bo'ladi. Ha, unda ham shuncha vaqtmi? 40-50 minutmi? 4 ta pilla. 4 ta shular necha pul dedingiz? 1,5 ming. 1,5 ming dollar. Bu fonogramma bo'ladi, ha? Tap bilan kiriladi. Fonogrammaga ham, jonliga ham. Jonlida просто tap ko'p bo'ladi, tiraqdan qimmat bo'ladi. Bo'ldi, tugadi. Mana ko'rishingiz mumkin, viloyatlardagi narx juda ham qimmat. Toshkent shahrida esa yaqin masofa bo'lganligi uchun narxlar birmuncha arzon yuradi, lekin viloyatdagi narxni birov uchun bu juda ham qimmat hisoblanadi. Lekin aynan mana shu xonandalarni biz aytadigan bo'lsak, ular xalq xizmatidamiz deb bemalol xalqni pulini shilishyapti. Chunki ular oddiy fonogramma o'qib ham 10 ming dollar pulni olib ketishyapti. Bu degani siz bemalol o'sha to'yda eng zo'r kolonkalar bilan yoki DJ ni chaqirib ham mana shu narsani o'tkazib olsangiz bo'ladi. Lekin faqat siz Hamdam Sobirovning kelgani uchun pul to'lashingiz mumkin. Endi munisipaga chiqamiz hozir. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Nima, munisipani adminlarimisiz? To'y bo'yicha qilayotgandim. Nima deding? Dekabrda to'yimiz bor edi, 7-dekabrda. Qayerda bo'ladi? Toshkentda bo'ladi. 1600 qilib beraman. 1600 birrov bo'ladi, ha bu? Qo'shiqlar jonli aytiladi, ha? Yo'q, aka. Nima, yana bitta narsa bor edi. Menda ishxonam ko'taraman deyapti-da, perspektivadan iloji bormi pul ko'chirishni? Yo'q, naqd aka. Ha, faqat naqd bo'ladi, ha? Bo'ldi. Viloyatga chiqishi? Qaysi viloyat? Buxoroga chiqiladi. 20 ming. 20 ming dollarga birrov bu ham, ha? Shunaqa. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Narxlarni eshitib o'zim ham shokka tushyapman. Borki 20 ming dollarga Buxoroga 5 ta qo'shiq aytib keladilar. Yoki 6 ta, boringki 10 ta. Lekin 20 ming dollar. Buxoroda 20 ming dollarga agar o'rtacha to'y o'tkazadigan bo'lsangiz, bemalol 3 ta to'yni o'tkazsa bo'ladi. Bilasizmi, to'y industriyasi shunchalik katta bo'lishiga qaramay, bu sohada ishlaydiganlarning qanchasi soliq to'layotgani noma'lum. Ayniqsa san'atkorlarning daromadlari ustidan nazorat juda ham zaif. Amaldagi tartibga ko'ra, san'atkor faqat yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib, O'zbek konsertdan litsenziya olgandagina rasmiy faoliyat yuritishi va soliq to'lashi mumkin. Ammo bu tizim hali to'liq ishlamayapti. Shu bois 2027-yil 1-yanvardan boshlab san'atkorlardan daromad solig'i majburiy tartibda undirilishi rejalashtirilmoqda. Agar ular o'z daromadlarini to'liq ko'rsatmasa yoki soliqlardan qochsa, soliq nazorat tekshiruvlari o'tkazilib, soliqlar hisoblanadi va undirib olinadi. Bu o'zgarish esa yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishning muhim bosqichi sifatida baholanmoqda. To'xtang. Bugun biz juda bir negativ kontent tayyorlamaganmiz. Odamlar orasida 100 yillik stereotiplarni buzib, to'y qilayotganlar ham bor. Ular sarflagan summani eshitib, o'zim ham hayron qoldim, to'g'risi. To'y atmosferasiga esa gap bo'lishi mumkin emas. To'g'risini esa ular meni bizni qilmoqchi bo'lgan to'yga tushunishmadi. Обычный hamma qator to'y qilaveringlar deyishdi. Bu bizani orzu havas, bu bizani to'y, biz xohlagandek bo'lsin, erkin bo'lsin hamma, shunchaki o'tirmasin, kelin kuyov erkin bo'lsin. O'shaning uchun mana shunaqa o'tiramiz dedik. Xullas, rozi bo'lishmadi. Tashkil ishlagan o'zimiz, xosda kayfiyatlar yo'q edi, to'g'risi. Qarindoshlar ko'pchilikda anaqa qabul qila olishmadi unchalik. Stollar shvetsga stol qilganmiz. Asosiy farq o'zi shu. Borishadi mehmonga, dasturxon bo'm-bo'sh. Hamma narsa ana shu yerda tayyorlab qo'yishgan, issiq taom, sovuq taom, ichimligi, shirinligi hammasi bor. Borib o'ziga kerakligini olib kelib deyishingiz kerak. O'yin kulgi hammasi alohida bo'laveradi. Asosiy ularni hayron qoldirgan narsa qani hamma narsa. Keyin yoshlar boshlab berishdi, orqasidan katta ergashishdi. Potensialniy qolib kirib ketishimiz mumkin bo'lgan qarz yoki potensialni ishlatib olishimiz mumkin bo'lgan, demak, summaga biz to'y bo'lgan yili mana mayda bo'lgan bo'lsa, shu yil oxirigacha bitta mashina oldik, bitta sayohatga borib keldik. Ish bahona sayohat degandaqa. Kim biladi, agar biz ham shunaqangi bir katta dabdaba kerak bo'lsa, qarz havola qilib bir nimalar qilganimiz hali ham to'lab yurgan bo'larmidik. O'zi shunaqa, noodatiy narsa qilsang ko'pchilikka yoqmaysan, ammo hamma qilgan ishni qilib qarzga botsang, bu normal deb qabul qilishadi bizning to'ylarda. Yaqinda bir tanishim aytib qoldi. Bir oila qiz chiqarish uchun bankdan 40% kredit olgan. Uni to'lab tugata olmay nevarasiga yana beshik to'y qilish vaqti yaqinlashgan.
O'zbek xalqi shunaqa-yu, bola chaqam deydi, duolarda ham faqat to'y haqida so'raydi. Qizining farzandiga ham kredit olib beshik to'yi qilib borishgan. Bu yoqda ikkita kredit bilan to'ylar o'tkazgan oilaning farzandi oradan 3 oy o'tib ajrashib uyga qaytib kelgan. Ming afsuski, bunday voqeliklar yurtimizda juda ham ko'p uchraydi. Dabdaba bilan millionlarni, minglab dollarlarni ishlatildi. Endi oilani yashash uchun, o'qish uchun yetishmovchilikning orqasida 2 yosh o'rtasida kelishmoqlar chiqib ajrimga kelyapti. Hayoda kreditni to'lalmasa, ota-onasi yo'da top to'yda xarajatlarni qoplash kerak desa. Kim aybdor? Ota-onani o'zi aybdor birinchi. Vaholanki, farzandni o'zi ham aybdor. Xo'sh, bu gaplarda qaysidir ma'noda jon bor. Chunki bizning qahramonlarimiz ham xuddi mana shu yo'lni bosib o'tishgan. Stop. Ular ham ajrashgan demoqchi emasman. Viloyatda to'y qilib, kreditini Toshkentda to'lashgan. Bir tomondan yangi oila, yana bir tomondan esa ijara to'lovlari. Xullas, qahramonimiz o'zidan o'tganini o'zi biladi. Toshkentga to'ydan keyin qo'limda pul tugadi. Lekin to'yda tushadigan bizda mehmonlar pul qistirib ketadi, kiyoda oldiga tashlab ketadi. O'shalarni yig'ib bir 3-4 million qildim. O'sha bilan Toshkentga kelganman. Endi solishtirishingiz uchun aytaman, 5 million men olaman, 4 million ayolim topadi. Ikkalamizda oyligimiz 10 millionga bormaydi. Lekin buni 4 millionini kvartira ijaraga to'lardik. 3-4 million o'sha kredit, qarz, ishxona xaroy, bergan pulini xaroydan ushlab qoladi. Yashashimizga 1-2 million pul qolyapti. Ming oila baxtli bo'lgan bilan halovat bo'lmasa, u baxtni odam his qila olmas ekan. Halovat qanday? Bir kun o'tsa ham bankdan telefon qiladi. Kuniga 3-4 mahal, ba'zida o'chirib qo'yaman telefonni. Yoki oshna og'ayimdan qarz olganman dedim, ular telefon qilib so'raydi. To'ydan keyin 1-2 oy o'tgandan keyin ayolim 2 qat bo'ldi. Uni xarajatlari boshlandi. Shunday vaziyatlar bo'lardi. Kimgadir o'rnak bo'lish uchun aytayapman, uni boshqarong'i bo'ladi, nimadir yegisi keladi. Bu insonning tabiiy ehtiyoji. Men sifatida uni ehtiyojini qondirishga majburman. Chiqib ketardim ko'chaga. O'sha kechasi 10-11-12 chiqib ketardim. Aylanib, cho'ntakda pul yo'q. Qaytib kelib do'konda yo'q ekan, o'sha narsa derdim. Buni hozir kulib aytayapman, lekin u vaziyatdagi o'sha odamning ichidagi tuyg'ularni ochig'i tasvirlash qiyin. Ko'chada, ijtimoiy tarmoqlarda yoki do'stlar davrasida pul baxt olib keladimi degan savolni ko'p eshitamiz. Ha, baxt keltiradi, faqat u to'g'ri sarflanganda. 3 yil oldin qizimni turmushga berdim. Yagona qizim. O'zingizlar bilasizlar, o'zbekchilikda qizni uzatganda endi sarpa-suruv, dasturxon, fotiha to'ylari degan narsalar bor. Ishlaymiz, daromadimiz unaqa ko'p emas. O'shaning uchun majbur bo'ldik. 3 yillik kredit oldik. To'y o'tdi, chiroyli o'tdi. O'zbeklarda to'y ustiga to'y ulanadi. 1 yildan keyin qizim ko'payishdi. Endi o'zbekchilikda bilasizlar, 5 yil to'y degan narsalar bor. Chaqalog'imizga xarajat ko'p bo'ldi. O'zi mana xotin ishlab topganimiz ro'zg'orga ketadi. Bu yoqda 3 yillik kreditimiz to'lashimiz kerak. Bu yoqda endi 5 yil to'y bo'lib qoldi. O'shaning uchun majbur bo'ldik. Kredit ustiga yana bitta kredit oldik. U ham 3 yilga kredit. Chaqalog'imizga 5 yil to'y qildik. Uni ham restoranda qildik. Lekin mana hozirgi kunda shuni bilyapmanki, baxt o'zi boylikda, mol-mulkda yoki dabdabada emas ekan. Men nimaga sizga buni aytyapman? Qizim mana 3 yil yashadi, uyga qaytib keldi farzandi bilan. Endi oilaviy mojarolar, kelishmovchilik. 3 yil u kredit, 3 yil bu kredit. Endi 1 yilligini to'ladim, 5 yilligi qoldi. 1-2 marta ham 1-2 odamlardan qarz olgan joylarim ham bo'ldi kredit yopishga. Bu meni oilam uchun juda ham katta fojia, chunki hozirgi kunda meni qizim navaram bilan qizli uyga qaytib, mana uyda o'tiribdi. Bugun o'nlab oilalar bor, to'y kuni hamma ularni baxtli juftlik deb olqishlagan.
to'y uchun bor hashamatdan foydalangan. Ularning visol oqshomi esa tillarda qolgan. Ammo oradan 3 oy o'tmasdan mana shu dabdabalar hech qanday baxtni kafolatlab bera olmagan. Lekin 3 oy ichida ajrashib ketganlar bo'ladi. To'y bo'lgan, kuyov tomon ham, kelin tomon ham juda ham boy oiladan. Biz o'zimiz endi borgandan keyin sharoitni, baribir любой odam uyini, boshqasini bizga berayotgan. To'yxonasini, ko'pincha to'yxonasidan bilsa bo'ladi-da, anaqa sharoitlargina. Katta to'yxonada bo'lgan, dabdabali bo'lgan, kelin tomon ham, kuyov tomon ham, barimcha kelmagan artist o'zi qolmagan o'sha kuni, hamma kelgan. O'rtada organizator bo'lganda u yerda. Hamma hisob kitoblari qilingan. Xullas 3 oy davomida biz to'yni bitirdik, tayyorlab qo'ydik. Organizatorga telefon qilma, o'rtadagi odamga, esingizda bo'lsa, palon to'yxonada to'y oluvdik, tayyor bo'ldi egalariga aytsangiz, olib ketsalar yaxshi bo'ladi. Ukam o'chirib yuborur u to'yga. Bu ajrashdi deyapti. Bir oilada deyapti, ikkinchi turmushini quradi, unisini ham senga aytamiz deyapti. Voy, bu kunni ko'rguncha o'lib qo'ya qolganim yaxshi emasmidi, Voydat, Voydat! Xotin bas! Nima bo'ldi? Voydat! Taomingga yegan xotin har gapni gapiraverasanmi? Bilasizmi, to'ylarga ketadigan xarajatlarni hisoblaymiz desak, viloyatlar o'zaro raqobatda bir-biridan o'tib ketishga harakat qiladi. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo va Surxondaryodagi to'ylar butun dunyoda ham bunaqa takrorlanmasa kerak. Samarqanddagi restoranlardagi hashamat, dasturxonda esa baliqning pishganidan tortib tirigigacha bor. Samarqanddaqa to'y qiladiganlar yo'q ey. Bunaqa dasturxonni O'rta Osiyoda ko'rmaganman men. Shunaqa dasturxon soladi hali Imom Vasilish degan kinoda bor-ku, qizil ikra, qora ikra, taqlajan ikrasi. Chet eldan keltirilgan edi-yu, o'sha Samarqand dasturxonida shu. Ba'zi to'ylarga qilingan sarpolar pulni hisoblab chiqqanimda bu xarajat bilan viloyatda o'rtacha to'y ham o'tkazilishi mumkin degan xulosaga kelganman. Ha mayli. Siz to'ylar bo'yicha kamdan kam hollarda stereotiplarni buzgan oilalarning hikoyasini eshiting. Biz avval boshdan ko'rib chiqdik, nima kerak emas bizga. Nima neobxodimiy, nimasiz to'y deb bo'lmaydi, aylantirib kelaverasiz. Shularni ro'yxatini qilib chiqqanimizda bildikki, bu ancha-muncha keraksiz narsadan iborat bo'lar ekan, o'zi odatda to'ylar. Siz aytganingizdek shu kortej yoki masalan shu kamera aytilganda ham bir nechta kamera yetib olish, tam va hokazo. Biz o'zimiz mediaga aloqador odam bo'lganimiz uchun bilamiz. Biz keyin hali falonchi qo'shiqchi bo'lmasa mani to'yim o'tmaydi va hokazolarni ham yig'ishtirdik-da. O'zimizga qo'shiqlar yoqadigan xonandalar taklif qildik. Qarang, u chiroyli kuy bo'lgandan keyin, boshqa bo'lgandan keyin yulduz kerak bo'lmas ekan. Odam o'ynaganda ahamiyati yo'q ekan kim aytayotgan, agar shu aytsa. Hammasini qo'shganda aylantirib, u qilib, bu qilib Toshkentda 3000 ga yetmagan 2,5 larga ham bormadi. Umuman 2,5 ming dollarga to'y o'tdi. O'sha atrofingizdagilarga, qo'shnilaringiz orasida shu to'y uchun kredit olib, qarz olganlar bormi, kuzatganmiz? Qanaqa bo'lgan ularda? Ishlash uchun chet elga ketgan. Qiyinchiliklar ko'p bo'lgan oilasida, baribir yetishmovchilik bo'ladi-ku baribir. Mana masalan, mana shu to'ylardagi qaysidir udumdan an'analarni qilishni shu ota-onalarning o'zi aytadi-da. Chunki sizda ham xuddi shunaqa narsa bo'lganmi yoki qilish kerakmi o'zi? Nimaga kerak shu narsalarni qilish? Kerak emas narsalar juda ham ko'p. To'ylardagi dabdabalar, har xil ketma-ket qo'yishlar, stolga narsalarni, oziq-ovqatlarni kerak emas. Hammasini odam yeya olmaydi uni. Masalan, bir xilga to'y qilganlar qarzga ham botib qoladi. Qarz bilan ham ko'rganmiz. Qarz bilan to'y qilib, to'yda pulini to'la olmay, lekin dabdabali to'y qilgan. Og'zida qolib ketgan, lekin qarzini hali to'laydi. Endi Xudo tomon ha deb soliq solaveradi-da. Menga uni olib kelib ber, menga televizor olib kelib ber, menga tepada sovutgich bor, nima deydi o'shani? Konditsioner olib kelib ber. Ikkinchi bolasiga. Endi bu o'sha soliqlarni odamlar o'zi qizim eri yo'q. Bitta o'zi ishlaydi. Qizi endi aybdormi qiz bergani uchun? Bu o'zi umuman keraksiz narsa. Ha, xudolar soliq solar. Ha deganda menga uni olib kelib ber, menga buni olib kelib ber. O'rizorni ko'chirib bordi. Odatda to'yning xarajatlari-yu qanday o'tkazilishi borasida maslahatlashilganda to'ychilar shunday fikrni bildirishardi. Kattalar nima deyishsa shu. Hozir esa bu narsa sal boshqacharoq bo'ldi. Kattalar nima qilsa shu. Ya'ni ko'pchilik o'zi xohlagandek juda ham dabdabali to'y o'tkazyapti. Tan olib aytish kerakki, bu borada prezidentimiz ta'bir bilan aytganda, pul topib aql topmagan kattalar hadlarga siqquncha dabdabaga berilib ketdi.
o'zlarini ko'z qilish uchun hech nimadan tap tortmadi. Natijada xalq orasida falonchi san'atkorning to'yiga 100 ga yaqin san'atkor kelibdi, to'y falon restoranda bo'libdi, dasturxonida esa qoshiq qo'yishga joy qolmabdi degan gaplar ham paydo bo'ldi. Ularga qo'shilib boshqalari ham shu yo'ldan boradi albatta. Kattalarning qilib qo'ygan ishi deb ko'p hollarda yoshlar aziyat chekadi. Biz o'rtahol oila bo'lganimiz uchun albatta to'y uchun kreditlar olishga to'g'ri kelgan, kerak joydan, yaqinlardan qarz ham olganmiz. Tan olib aytaman buni va ana shu to'ydagi o'sha hashamat uchun men yillar davomida kurashib kelganman desam bo'ladi. Qaysiki bir necha yil davomida, mana 2 yil bo'ladigan bo'lsa, salkam 1,5 yil davomida men ana shu qarzlarni to'lashga asosiy kuchimni sarflaganman. Bu yerda yosh oilaning shaxsiy hayoti, ularning orzu-umidlari, sayohat uchun rejalar yoki boshqa xarajatlar men uchun ikkinchi darajali bo'lib qolgan. Birinchi darajada mana shu qarzlarni tezroq qutilish, kreditlarni tezroq yopish va o'z navbatida bu 2 yillik muddat, 1,5-2 yillik muddat biz uchun mana shunday sinovli bo'lgan deb ayta olaman, chunki biz qo'pol qilib aytganda o'zimiz uchun yashamaganmiz. Hay menga qarang, artistlarga etik vaqtliroq kelishsin. Hay. Tovushlari 7 mahallaga eshitilmasa, mendan bir tiyin ham olish olmaydi. Hay. To'yday bo'lsin. Mahallada duv-duv gap bo'lsin deyman. Avvallar Samarqand shahrida qiz uzatgan xonadon 3 kun o'tmasdan qizini uyga chaqirib katta ziyofat, mahalliy tilda aytganda talbon uyushtirgan. Hozir esa bu ancha ursdan chiqdi. Ammo boshqa viloyatlarda bu tadbirlar kichikroq kafe yoki restoranlarda ham katta qilib o'tkazilyapti. Samarqandda qiz uzatar xonadon yangicha soliq domiga tutildi. Hech qayerda e'tirof etilmagan odatga ko'ra, qizning ota-onasi zimmasiga yangi ro'zg'orga kerakli barcha ashyolar, mebellar to'plami, uy jihozlash to'liq yuklatilgan. Boshqacha qilib aytsak, yangi oilaning uyini kelin tomon bezatib beradi. Bu odat yurtimizning boshqa hududlarida, Toshkent va vodiy tomonlarida ham, voha viloyatlarning ba'zilarida ham haligacha uchraydi. Hatto ba'zi kuyovlarni qudalar boshdan oyoq kiyintirgan bo'lsa ham mebeldan ayb topadigan bo'lib ketishgan. Xo'p, Xorazmda esa qalin pulning eng past narxi $1000 dan boshlanib 7-8 minggacha borar ekan. Eng qizig'i, o'qiydigan qizlar uchun ham alohida stavka, ya'ni $5000. O'qimaganlar uchun esa $3000 qilib belgilangan. Bundan tashqari yana bir tanishim aytib qoldi. Singlisining to'yida ham qalin puli, ham o'ziga mahr, ham onaga sut puli berishgani aytilgan. Xullas, to'ylar boshlanishidan oldin to tugashigacha turli kutilmalarga boy bo'ladi. Boshqa обычный to'y qilganimizda hech kim birov to'yi qanaqa bo'lgani eslolmaydi hamda, hozir lekin bizning to'y ham esida qayerga borsa o'sha gapiradi hamda. Qarzga ham kirmadik, pul bilan chiqdik. To'ydan hech kim pul bilan chiqmaydi odatda. To'yanalardan yig'adi, biz to'yani ham yiqqanimiz yo'q-da. Odamlardan pul olganimiz, to'yani yig'ib, to'yani qancha bo'libdi? Umuman unaqa narsa yo'q edi bizda. O'zimiz to'y qildik, o'ynab kuldik, bo'ldi, shu bilan. Ya ko'ngildan chiqib qisilib ketishdi, endi hozir eshitsa iya demasin. Ya endi kelgan hamma beradi-yu, odatda to'yda, lekin bizangida mana kollektivlar juda yaqinlar berish kerak-ku, bermasa uyat bo'ladigan odamlar shunaqa berib ketishdi. To'ydan keyin safiga kelib, shirinlik yeb, mashina nima eshikni ochishga odam kutib turdik-da. O'shaning uchun safiga kirib, nima shirinliklar yeb, anaqaganmiz, keyin birinchi turmushinglarmi degan savollar bo'ldi. Chunki oldimizda jiyanimiz bor edi, u tipi bizning farzandimizda. Bular ana kelin-kuyov bu libosda ko'chada odatda yurmasdi, bular nimaga bunaqa yurishibdi, nima tinchlikmi so'rab surishtirgan ham bo'ldi o'sha ko'chada. To'ylardagi turli voqeliklar mayli, hamma qilgan ish-ku deb baribir bajarishaveradi. Milliy an'ana deb unga yot narsalar bilan tantanalarni o'tkazishadi. To'ylar, oilaviy tantanalar, marosimlar endilikda nizom asosida o'tkazilishi shart. Bu qat'iy ravishda belgilab qo'yilyapti. Bu narsa oldin ham bo'lgandi. Ushbu nizomga ko'ra oilaviy tadbirlarda 200 nafargacha, shu munosabat bilan beriladigan osh marosimida esa 250 nafargacha ishtirokchi qatnashishi mumkin. Ortiqcha vaqt va xarajat talab qiladigan qo'shimcha rasm-rusum, shoularni o'tkazishga ruxsat etilmaydi. Jumladan, kuyov-navkar, chorlar ota ko'rdi, sep yoydi, quda chaqirdi, kuyov chaqirdi, kelin chaqirdi, tog'ora yuborish kabi urf-odatlarni ham o'tkazish taqiqlanadi. Lekin operator aytgan mana bu gaplar to'g'risi meni hayron qoldirdi. To'ylarimiz, nikohlarimiz shu darajada bo'lib ketganki, bir kun bitta telefon qildi, kunga yozdirdi, mana shu kunda to'yim mana dedi. To'yga bordi, lekin u kuyov syomkaga tushishni xohlamayapti. Uyini videoga oldirmayapti, o'zini syomkaga, oila a'zolarini ham videoga oldirgisi kelmayapti. Biz hayron bo'ldik, keyin mashinaga o'tirdi, kelin uyiga bordi. Kelin uyiga borganimizdan keyin u kuyov roliga kirdi desak ham bo'ladi.
Keyin aylanishdi, to'yxonada o'tirib berdi. Oradan ozgincha vaqt o'tdi. Eng qizig'i u kuyovni o'zidan eshitganman bu narsani. Ko'chada bir kun ko'rib qoldim. "Aka, to'yingiz tayyor bo'ldi, olib ketasiz, men sizni topolmayapman, kontaktingizni yo'qotib qo'ydim" desam, oldimda kelin tomonga telefon qildi. "Sizlarga to'y kerakmi?" dedi. Bular "Yo'q, bizga kerak emas" dedi. "Menga ham kerak emas, aka, o'chirib yuborsangiz bo'ladi" dedi. "Nimaga?" desam, "Shunchaki u yoqda kuyov bo'lgan edim. Bir u narsadan hech kim xabari yo'q edi. Chunki aytsam, uydagilar rozi bo'lishmas edi. Bizda chilla degan narsa bor, bilsangiz, 40 kun chillasida turdi. Keyin uni javobini berib yubordim", deyapti. O'zi nima maqsadda bo'lgan bu narsa? Maqsad nima bo'lgan? Kelinni oqlab berish. Kelin o'sha o'zini xonadonidan oqlanib, to'y yor sadosi bilan shu oqlanib chiqib ketish, qo'ni qo'shni oldida yaxshi nom orttirish maqsadida ko'pchilik shu ishni qiladi hozirgi paytda. Bugungi kontentimizning maqsadi dabdabali to'ylar qilinmasin degan da'vat emas. Yo'q, biz hech kimning shodiyonasiga to'siq bo'lmoqchi emasmiz. Fikrimiz shuki, har kim o'z ko'rpasiga qarab oyoq uzatsin. Agar kimningdir imkoniyati bo'lsa, 200 kishilik to'y qilib elni quvontirsa marhamat. Pulini sarflab dabdabali dasturxonini tuzatsin. Unga hech kim qarshilik qilmaydi. Chunki bunday jarayonlarda ko'pchilik qozon qaynatadi. To'y bu bir kechalik shodiyona emas, butun boshli iqtisodiy harakatdir. Agarda bu tizim haqiqatan yaxshi ishlasa, ko'pchilik bundan manfaatdor bo'ladi. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, qarz olib o'zini boyga tenglashtirish bu to'y emas. Aynan bu juda ham katta yuk. Bugun bir kunlik dabdaba, ertaga esa yillar davom etadigan qarz azobiga aylanadi. Shunday ekan, to'yni qilishdan oldin cho'ntakni bir qoqib, qancha borligini ko'rish kerak. Yetsa shunga yarasha hashamat, kam bo'lsa ixchamroqqina tantanani o'tkazgan ma'quldir. Salomat bo'ling.